Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımız olsun. Xitay bilan Filippinning ziddiyati barğansiri kəskinləşməkdə. Xitay Dəniz Armiyasının tik uçar aeroplani Filippin aeroplaniga xatarlik halda yaqinlashgan bo'lib, Xitay bilan Filippinning ziddiyati texmo kəskinləşgan. BBC kanalının xabar qilishicha, Filippin dengiz saqchi idorasi tarqatgan singa asoslanganda 18 fevral Xitoy dengiz armiyasining bir tik uchar aeroplani Janubiy dengizdagi talash tortishliq rayonda kuzatchilik qilayotgan Filippin aeroplaniga intayin xatarlik holda yaqinlashgan. Bu tik ucharning Filippin aeroplani bilan faqat 3 metr oraliqda qolgan bo'lib, uchquchi radio orqali Xitoy aeroplanini ogohlantirgan. Xitoy vaqa yuz bergan Skarboro orolining o'ziga taba ekanligini yillardan buyon da'vo qilib kelayotgan bo'lib, bu rayon Filippin bilan Xitoy o'rtasidagi talash tortish nuqtasi bo'lib kelgan. Vaqadan keyin Amerikaning Filippindagi bosh elchisi Xitoy dengiz armiyasining tik uchar aeroplanining Filippin hukumat aeroplaniga xatarlik holda yiqilish harakatini ayblagan. Filippin hukumati bu rayonning egilik huquqini qo'g'dash haqidagi va'dasini va Xitoy tarafining kasbiy bo'lmagan bu harakatidan kuchlik andisha qilganligini ta'kidlab, rasmiy diplomatik norozilik bildirishni planlagan. Xitoy bo'lsa Filippinning ayblashiga qarshi chiqib, Filippin tarafini qonunsiz bo'sib kirdi va yolg'on bayonlarni tarqatdi deb jar solgan. Amerika Rossiya bilan 4 nuqtada kelishim hosil qilganligini bildirdi. Amerika hukumati Rossiya bilan o'tkazgan suhbatda 4 nuqtada kelishim hosil qilganligini bildirdi. Al Jazeera kanalining 19 fevral xabar qilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi Amerika Rossiya vakillari o'makining Saudiya Arabistonda o'tkazgan suhbatidan keyin bayonot e'lon qilgan. Bayonotda ikki davlatning o'zaro mushkul masalalarni hal qilish va Rossiya-Ukraina urushini oxirlashtirish qatorliq masalalar bo'yicha 4 nuqtada kelishim hosil qilganligini bildirgan. Bayonotda oshkorlanishicha, ikki taraf o'zaro munosabatdagi masalalarni hal qilish uchun maslahatlashish mexanizmi qurishga, ikki davlatning tashqi ishlar o'maklarining normal aloqa xizmatini davomlashtirishini amalga oshirishga kelishgan. Ikki taraf yana o'z-o'zining yuqori darajali guruhini tayinlab, Rossiya-Ukraina urushini tezdan uzoq muddatlik davomliq va har qaysi taraflar qabul qilgudek tariqada oxirlashtirish uchun tirishishga kelishgan. Bayonotda yana ikki tarafning kelgusi uchun asos selishga, o'rtaq geopolitik manfaatga munosabatlik masalalarda va mablag' selish fursatlari bor sohalarda hamkorlashishga kelishganligi qayd qilingan. Bu hamkorlik fursatlari Rossiya-Ukraina urushi oxirlashgandan keyin amaliylashadi ekan. Oxirida suhbatga qatnashuvchi vakillar aloqani saqlab, vaqtida unumli suhbatni ilgari surishni kapolatga ega qilishga va'da berishgan. Trump Amerikaning necha avlod davomlashgan Rossiya siyosatini o'zgartdi. Trumpning Rossiyaga qaratgan siyosati Amerikaning necha avlod davomlashib kelgan Rossiya siyosatini o'zgartdi deb qaralmoqda. 19 fevral New York vaqt gazetida bu to'g'riliq e'lon qilingan maqolada Trump davridagi Amerika tashqi siyosatining o'zgarish ahvoli muhokama qilingan. Maqolada ilgari surilishicha, Trump Rossiya-Ukraina urushida Rossiya bilan texmo yaqinlashgan bo'lib, Amerika bilan Rossiyaning suhbat vakillari Rossiya-Ukrainaga tajovuz qilgandan buyon tunji qatim ko'rishgan. Trump Ukrainaning urushga javobgar ekanligiga, Amerikaning Ukraina bilan bo'lgan an'anaviy ittifoqdoshlik munosabatidan voz kechishga tayyor ekanligiga imo qilgan. U Ukraina rahbarlarining zamin masalasida yo'l qo'yishni xohlamaganligini tanqid qilgan. Bildirilishicha, Trumpning bu ifodalari Rossiyani tahdid deb qaraydigan ilgirki Amerika hukumatidan ro'shan farqlangan bo'lib, bu ittifoqdoshlar va raqiblarning Rossiya bilan bo'lgan munosabatini qayta baholab chiqishiga turtki bo'ladi ekan. Hindiston Rossiya bilan Amerikaning aeroplani orasida tanlashga duch keldi. Hindiston Amerikaning F-35 ko'rinmas aeroplani yoki Rossiyaning Su-57 urush aeroplanidan birini tanlash masalasiga duch kelgan. Janubiy Xitoy Sahar gazetining 19 fevral xabar qilishicha,
Hindiston muhim bir qaror chiqarish oldida turgan bo'lib, Amerikadan texmi ilg'or F-35 tiplik ko'rinmas urush aeroplanini setib olish yoki Rossiyaning Su-57 tiplik aeroplanini tanlash masalasiga duch kelgan. Prezident Trump e'lon qilgan F-35 aeroplani savdosi Hindistonning havo armiya kuchini ko'rinarli o'stirdi ekan. Ammo harbiy texnikaning tarqalib ketish andisi mavjud ekan. Tahlilchilarning aytishicha, Hindistonning ikkidan birini tanlashi kerakligi muhim masala bo'lib qolgan. Navbatda Hindistonning Rossiya qurollariga bo'lgan tarixiy tayinishi tuvanlagan bo'lib, ko'p taraflik manba bilan ta'minlashga tirishgan va kelgusidagi dunyoviy harbiy munosabatini shakllantirishi mumkin ekan. Taratqular Hindistonning Trump siyosatini fursat deb qarayotganligini bildirishdi. Hindiston Trumpning g'arb allarini tashlab etish siyosatini fursat deb bilgan bo'lib, buningga mos holda harakat qilishga boshlagan. Tashqi siyosat to'rining 19 fevral xabar qilishicha, Hindiston bosh ministri Narendra Modi Hindistonning tashqi siyosatini tarixiy tarafsizlikdan ko'p taraflama moslashish deb atalgan strategiyaga o'zgartgan bo'lib, ko'plagan kuchli davlatlar bo'libmi Amerika bilan munosabat o'rnatishga kuchigan. Bildirilishicha, yaqinda Amerika prezidenti Donald Trump bilan ko'rishganda Modi Trumpning ko'p taraflama moslashish usulini ko'zatgan. Trump yuzlanayotgan bu usul Amerikaning Yevropaga bo'lgan majburiyat va'dasini azaytish, shuning bilan birga Rossiya va Xitoy qatorliq ko'plagan davlatlar bilan ikki tarafli kelishim tuzishni o'z ichiga oladi ekan. Modi hukumati Amerika bilan munosabatni cho'nqurlashtirishga tirishish bilan birga Rossiya bilan uzun muddatli hamkorlikni saqlab, Xitoy bilan davomlashayotgan chegara talash tortishidan kelib chiqqan murakkab munosabatni kontrol qilishga tirishgan. Buningdan boshqa Hindiston Yevropa davlatlari bilan aloqani kuchaytirgan bo'lib, bu Trumpning oldin mo'ljalligida bo'lmaydigan tashqi siyosatidan andisha qilganlikdan bo'lgan. Bu xil orqa ko'rinishda Modi hukumati Hindistonning zamonaviylashishini ilgari surish va manfaatini qo'g'dash uchun Amerika bilan hamkorlashishining zarurligini tunib yetgan. Shuning bilan bir vaqtda cho'ng davlatlarning manfaati davolg'ib turgan muhitda o'zining mustaqilligini saqlab qolgan. Gerçi Trumpning mo'ljalligida bo'lmaydigan tashqi siyosatidan andisha qilsa-mu, Modining Trump bilan bo'lgan munosabati yaxshi bo'lib, bu Hindistonning yangi geopolitik muhitga unumli taqobil turishiga yordam bergan. Modi hukumati Amerika bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirish uchun qonunsiz ko'chmanlar va tamojna beji qatorliq muhim masalalarni hal qilishda tez harakat qilgan. Buningdan sirt Hindiston Trumpning Ukraina to'qinishini hal qilishga tirishishining ba'zi geopolitik keskinlikni pasaytib, Osiyo bo'libmi Xitoy bilan bo'lgan munosabatga texmi tampon yo'l ochishini umid qiladi ekan. Zelenskiy Turkiya ziyorati haqida bayonot e'lon qildi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Turkiya poytaxti Anqaradagi uchrashuvlarga doir X hisobida uchur ham baharladi. U Ukrainaning Turkiya bilan bo'lgan munosabatiga o'rtaq tushunishga, urush mazgilidagi qo'llashiga yuqori baho beradiganligini ta'kidlash bilan birga, Prezident Recep Tayyip Erdo'g'an bilan Rossiya Ukraina urushining oxirlashtirilishiga to'g'ri qo'shalaydigan dunyoviy jarayonlarni va davlatiga bexatarlik kapolati berilishiga qaratilgan tirishchanliklarning muhimligini tafsiliy holda muhokama qilganligini bildirgan va davlatiga bexatarlik kapolati berilishiga qaratilgan tirishchanliklarning muhimligini tafsiliy holda muhokama qilganligini bildirdi. Zelenskiy Erdo'g'an bilan ikki taraflik munosabat, iqtisodiy masalalar, ikki davlat orasida ma'arifda hamkorlik, har xil loyihalar, ochliq bexatarligi va Rossiyaning qo'lidagi ukrainalik mahbuslarning qaytarilishiga qaratilgan xizmatlar haqida so'zlashganligini bildirdi. Turksat A6 sun'iy hamrohi muvaffaqiyatli sinovdan o'tdi. Turkiya sanoat va texnologiya ministri Mehmet Fatih Qajir Turkiyaning tunji xabarlashish sun'iy hamrohi Turksat A6ning tunji sinov tarqitishining muvaffaqiyatli tamomlanganligini bildirdi. Ministr ijtimoiy taratquv sahifasida Turksat A6ning tunji sinov tarqitishining muvaffaqiyatli tamomlanganligi haqida bayonot e'lon qilib, davlatlik texnologiya harakatining eng cho'ng turlaridan biri bo'lgan tunji xabarlashish sun'iy hamrohimiz Turksat A6ning tunji sinov tarqitishi muvaffaqiyatli tamomlandi deganlarni qayd qildi.
Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugünkü xabarlarımız bu yerda oxirlashdi. Atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.